Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Yaxshimsizlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Hammanglarning juma kuniga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Shveysariyaning Janva shahridagi BDT'da echilayotgan 56-cı qatımlıq kişilik huquq yig'inining 18 iyun kunidagi ichilish so'zini qilgan BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Türk biz cho'qim tanishlikqa qaytish yo'limizni tezdan tepishimiz kerak deb xitob qilib, Xitoyning kishilik huquq masalasini ayblab, o'zining bu vaqtdagi andishlarini o'ttirib qo'ygan va Xitoyni islohga chaqirgan. Volker Türk Uyg'urlar masalasini tilga olib, o'z andishlarini shunday ifodalagan. Men ishxonamning Xinjiang rayonida bayqagan ig'ir andishlarimizni o'z ichiga olgan bir qator kishilik huquq masalasida Xitoy bilan davomli aloqalashib keldim. İşxanam yaqında Beyjingni ziyorat qilib, Xitoyning terrorlikqa qarshi turish va jinoiy ishlar qonunidagi masalalarni, shundaqla Hong Kong alayda ma'mur rayonida davlat bexatarlik qonunining qo'llanilishini munozir qildi. Shundaqla BDT kishilik huquq komiteti ko'ngil bildigan delillarni davomli o'tirib qo'yib keldi. Men oldingi hafta ayollar huquq faoliyatchilari va emgak huquq faoliyatchilariga berilgan ig'ir jazoga echindim. Bu haqda Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Isa afandim to'xtalib, Volker Türkning Xitoyning kishilik huquq masalasini davomli o'tirib qo'yib kelsimi, lekin Uyg'ur masalasini ikkinchi qatim o'tirib qo'yish ekanligini, buningdan BDT oliy organlarining Xitoyning kishilik huquq masalasiga va Sharq Turkistondagi ig'ir kishilik huquq dafsanchiliklarga diqqat qilib kelayotganligini bildirganligini o'tirib qo'ydi. Volker Türk yana bo'libmi vatanimizdagi kundan kunga ig'irlashayotgan kishilik huquq dafsanchiliklari haqidagi andishlarni ifodalab, Xitoy hukumatini barliq begunoh tutqunlarni shartsiz qo'yib berishga chaqiriq qildi. Men bu yerda doiralarning xohlagancha qo'lga ilinganlarning hammasini shartsiz qo'yib berishini, tutqunlar oilasining tutqunlarning uchurga erishishiga kapolatlik qilishini va Xitoyning qonun islohotini boshlashini talab qilaman. Men har qaysi kishilik huquq tashkilotlarining ishxonam bilan bo'lgan dialogini e'tirof qilaman va buning barliq kishilik huquqning konkret yaxshilanishiga to'kib qo'shishini umid qilaman dedi. Dolqin Isa afandim bu vaqtda to'xtalib, Xitoyning ilgari bundoq va'dani berganligini, ammo va'dasini hech qachon ishga oshirmaganligini, ammo Volker Türkning bu qatim yana buni ta'kidlashining Xitoyga belgilik besim shakllantirganligini bildirdi. Bu qatimqi 56-cı navbatlik kishilik huquq kengashining 19-iyun kundagi yig'inda so'z qilgan Amerikaning BDT bosh elchisi Michelle Taylor xonimmi vatanimizdagi kishilik huquq masalasini tilga olib o'tdi. U so'zida BDT bu yerlarda davom qilayotgan eng ig'ir kishilik huquq dafsanchiliklarga diqqatini markazlashtirish kerak deb ta'kidladi. Undan boshqa Dünya Uyg'ur Qurultayi kishilik huquq bo'yicha xalqaro mulozimat tashkiloti, kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti, xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq tashkilotlar 20-iyunda BDTda ichilgan yandash yig'inda e'lon qilgan o'rtaq bayonotida Volker Türkning bu so'zlari navbatdagi reallik uchun yetarli emas deyilgan. Uningda yana BDTning vatanimiz haqidagi 2022-yil e'lon qilingan dokladida tilga olingan kishilik huquq masalalariga qarata Xitoy hukumatining qanday tadbirlarni olganligi to'g'risida Volker Türk jamoatga aniq javob berishi lozim deyilgan. Shuning bilan birga yana oshqatimqi dokladni arabcha, xitoycha, fransuzcha, ruscha va ispancha tillarga tarjima qilib e'lon qilgan. Bu dokladda vatanimizda yuz berayotgan ishlar insoniyat qarshi jinoyat shakllantirishi mumkin deb xulosalangan. Bu yig'indan keyin Janvadan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayi raisi Dolqin Isa afandi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin BDTdagi faoliyatlari va bu yondosh yig'in haqida tafsili to'xtalib tovankilarni bayon qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashining 56-cı qatimliq yig'ini 6 ayının 18 günüsü Janvadagi merkezde başlangan. Biz 19 islah Janvaga kelib bu yerda bu yig'inga qatnashish va bir qator diplomatik faoliyatlarda bo'lish uchun ba'zi faoliyatlarimizni olib bordik. Bu yerda bu qadimki Janva ziyoratimiz asaslık gün tertibi her yılı 3 qatim davam qiladigan kishilik huquq kengashining yig'inlarida Uyg'ur erkek qirg'inchilik masalasini kun tartibiga kelish bo'lgandek bu qatimmi o asas kun tartibining birisi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo 6 ayning 20 günüsü Dünya Muhacirlar Günü. Bu munosabat bilan Dünya Qurultayi bir bayonot e'lon qildik 20-isla ve bu günden paylanıp biz Birleşken Devletler Teşkilatı Muhacirlar Yüksek Komisarlığı'nın xodimlariga ko'rishib Uyg'ur muhojirlar duch kelayotgan masalalar haqida ular bilan
söhbetleşiş ve Uygur muhacirlerini her qaysi devletlerde hayat xavf ostida qolgan Uygur muhacirlerini qutqizib olishning yo'l chora tadbirlari yo'llari haqida ular bilan söhbetleşish, ularga taklif tavsiyalarini buluş, dünyanın bir qism devletlerinde Xitoyga qaytirish xatiri bilan duch kelayotgan qarindoshlarimiz qutqizilish edish masalasi haqida ba'zi suhbatlarni olib bordik. Onundan keyin Birleşmiş Milletler Teşkilatı Kengeshi jarayonida Xalqaro kechirim qilish tashkiloti, inson huquqlarini kuzatish tashkiloti, Xalqaro inson huquqlari markazi, Tibet Hareket İnstitutu ve Dünya Kurultayı birleşip yuqori derecedeki bir paralel faaliyet ötküzüldü. Bununla nurgulluğun devletlerinin 30'dan artık devletinin diplomatları, elçileri katlaştı. Xitay diplomatları bu yığınga katlaşıp bizden yerdeki sözlerimizi rad qilishga urindi. Bizden Xalqaro ishlar direktörümüz Zümrət Ay bu yerde Uygurlarning bugünkü vaziyetini, Uygur qirg'inchilik masalasini Birleşken Devletler Teşkilatı Ali Komisarlığının Uygur dokladını e'lon qilganiga 2 yilni oshgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy yanıla bu dokladning ijro qilinish bosqichida hech qanday amaliy harakatni qilmaganligini, faqat diplomatik aldash, propaganda, tashviqot ömeklerini kütüveliş arkalık bunun üstüne yepişik bulunatkallarını ibaret bu reallıklarını tilgip öttü. Bunun içinde ben oturup koygan bir noktalarının birisi aldığın günü Abdüali Ayub ve Kişilik Hukuk Küzütüş Teşkilatı bilen birlikte çıkargan bir doklat doğrusunda toxtab öttüm. Bu doklat bizden vatanimizde Şarkı Türkistan'da 600'den yuqur muşu yerlerinin yezlardaki yerlerinin ismi özgertilgen siyaseti doğrusunda bir akor toxtab çıktım. Bu emdi nimini ifadeleydi degan çağda bu şu bizden vatanimizde Xitayning assimilasiya siyasetlerini ifadeleydi ve bunun sırt yana neçinin aldıda Xitay hükümeti şu Uygurlarning öylerinin içindeki bütün şu uyunun içine mi qandaq yasaş, qandaq vizab nem qilishlarni tatib aralashgan ve ondan sırt yaqindagi chiqqan dokladlar bo'lsin tadqiqotchilarmi uni yezib chiqqan şu Uygur tamoqlarining qalaq bir adetler, qalaq bir medeniyet deb Xitayning deb chiqqanligini o'tirib qo'ydim. Bu demak bizni Uyg'urlarni butunlay assimilyatsiya qilib, butunlay yo'qotmoqchi. Irqiy qirg'inchilikdan sirt mushtaq bizning madaniyatimizni, o'zimizning urf odatlarimizni yo'qotmoqchi asosda deb buni tushuntirib chiqdim. En ahırda şu yığınga kelgan 30 diplomatlar, bunun içinde ambasadorlar var. Muşlağa sizler aldığımızdaki aylarda ciddi hareket götmesanglar bu irqiy qirg'inchilik to'xtamaydi ve şu 2 yillik bo'lgan dokladımı bir Ali Komisarının işxanası bilan aloqalashib bu dokladni yangilaştırishga tirish kerak deb mush nuqtani o'tirib qo'ydim. 18 iyun Kişilik Hukukni Küzetiş Teşkilatı bilen Uygurlarga Yardam Gruppasi birlikte e'lon qilgan Uygurlarning tarixi, madaniyati, diniga munosabatlik yer joy nomlarining o'zgartirishiga doir doklad Yevropa matbuotlarining belgilik diqqatini qo'zg'adi. 19 iyun kuni Germaniyaning Zaman gazeti Xitoy doiralari Uygurlarning tarixiy yer nomlarini o'chirayotdi nomli xabarni WDR televiziya kanali Xitoy Uygurlarning an'anaviy yurtlarining nomini yo'qotdi nomli xabarni Germaniya Dolqinlari radiosi Xitoy Xinjiangdagi yez nomlarini zo'r ko'lamda o'zgartiyotdi. Kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning Uyg'urlarga madaniyat qirg'inchilik yurgizish bilan ayblamoqda nomli xabarni Fransiya ovozi radiosi bu vaqtda Qizil bayroq, ittifoqlik degan so'zlar mazar qatorliq so'zlarning o'rnini egalladi. Xitoy Xinjiangdagi yez nomlarini keng ko'lamda o'zgartib, Uyg'ur madaniyatini yo'qotmoqda nomli xabarlarni e'lon qildi. Bu xabarlarning hammasida Xitoyning Uyg'urlarning tili, dini,
мәдениеті və tarixi ənənələrini vayron qilib tashlaganligi ilgari surilish bilan birga Xitoy hokimiyatining 2017 yildan boshlabla jazo lagerlarini ta'sis qilib, nurg'unlagan Uyg'urlarni qamab, ularning ustidan og'ir bostirishlarni elib borganligi bayon qilingan. Shundaqla dokladda ismi tilga ilingan yezlarning asl nomi va xitoychilashtirilgan ismlari misollar sifatida ko'rsatib o'tilgan. Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning yer joy nomlarini o'zgartishining Xinjiang azaldan Xitoyning bir partiyasi degan siyosatini kuchlantirish uchun xizmat qilganligini ta'kidlagan qurultay raisi Dolqin Aysa apandi Xitoyning bu siyosatini Uyg'urlarni millat sifatida yo'qotish yo'lida ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikning bir partiyasi deb atadi. O so'zda yana kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bilan Uyg'urlarga yordam guruhi birlikda e'lon qilgan bu dokladning Uyg'ur tashkilotlari yillardan buyon xalqaro sahnalarda o'tirib qo'yib kelgan fikrlarni dalillash rolini o'ynaydiganligini tilga oldi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va qurultay tadqiqot markazining mudiri Abduli Ayub apandining boshchiligidagi Norvegiyadagi Uyg'ur yer fondi birlikda tayyorlagan bu dokladda ko'rsatilishicha 2009 yildan 2023 yilgacha bo'lgan oraliqda vatanimizdagi yez qishloqlarga xos bo'lgan 3600 yer nomi o'zgartirilgan yoki qayta bekitilgan. Bulardan 630 yez qishloqning nomlaridagi atalmish sezgir tarkiblar, jumladan xo'ja, xoniqa, sulton, masjid, beg, mazar, orda degandek nomlar birdek atalmish zamonaviy atalg'ularga almashtirilgan. Buning bilan Qizil Yulduz, Qizil Bayroq, Baxit, Do'stlik degandek siyosiy ma'niga ega yangi nomlar barliq kelgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy bilimining muvaqqat direktori Maya Wang bu vaqtda to'xtalib, bu xildagi nom o'zgartish qilmishi mohiyatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga xos madaniyat va diniy tushunchalarni o'chirish urinishidan boshqa narsa emas degan. 8. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi tayyorlik komiteti 6 iyun kuni maxsus bayonot e'lon qilib, bu yil 10 oyning oxirgi haftasi chaqirilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining 8 navbatlik umum vakillar qurultayining vakilligiga nomzod bo'lg'uchilari qo'yilgan konkret talab va shartlarni jakarladi. Dunyo Uyg'ur qurultayi 8 navbatlik umum vakillar qurultayining vakil nomzodlar haqidagi bayonotining to'liq teksti tovandikicha. Dunyo Uyg'ur qurultayining 8 navbatlik umum vakillar qurultayini 2024 yil 10 oyning oxirgi haftasi o'tkazishni qaror qilib, qurultay tayyorlik komiteti qurib chiqilib, har qaysi tashkilotlarning mas'ullari, jamoat arboblari va qurultayning xizmatchi xodimlaridan bo'lib 40 dan ortiq kishidan tarkib topgan qurultay tayyorlik komiteti 6 xizmat komissiyoniga bo'linib, o'zining xizmatlarini rasmiy yo'sinda boshladi. Bu qatimqi qurultayda 7 navbatlik qurultayda yo'l qo'ygan islohotlarni taxim cho'nqirlashtirib, yuksak darajada demokratiyani joriy qildirib, 157 nafar qurultay vakillari xalqimizning oliy manfaati va milliy irodasiga haqiqiy vakillik qiladigan fidokor, qobiliyatli insonlar ichidan har qaysi davlatlardagi keng xalq ommasining ovoz berishi orqali saylab chiqiladi. Bu qarorning ijro qilinishi uchun har qaysi davlatlarda maxsus 8 navbatlik umumiy vakillar qurultayiga vakil saylash komitetlari ta'sis qilindi. Vakil nomzodlarining iltimosini qabul qilish xizmatlari 6 oyning 10 kuni rasmiy boshlanadi va qurultayga vakil saylash xizmatlari 7 oyning 31 kuni tamomlanib bo'ladi. Uyg'urlar ko'p o'ltiroqlashgan davlatlarda 7 oyning 27 va 28 kunlari bir tutash holda vakillar saylimi o'tkaziladi. 8 navbatlik umumiy vakillar qurultayining vakilligiga nomzod bo'lg'uchilarga tövəndiki shartlarni hozirlagan har qanday bir Uyg'ur va Sharq Turkistonlik qarindosh millatlar qurultay vakil nomzodligiga o'zini ko'rsatish huquqiga ega bo'lib, har qaysi ellardagi vakil saylash komitetlari bu belgilamaning butun moddalariga mutlaq amal qilgan asosda vakil nomzodlarini tanlab chiqishi lozim. Qurultay vakillari har qaysi davlatlarda faoliyat olib berayotgan qurultay tarkibidagi tashkilotlar va qurultayni himoya qilayotgan Uyg'ur jamoatlar tomonidan demokratik usulda saylab chiqilishi. Ikkinchi, har qaysi davlatlarda saylab chiqiladigan vakillarning eng az 3dan 1 qismi yoshlardan va xonim-qizlarimizdan tarkib topgan bo'lishi. 3. Vakil nomzodi jazman 18 yoshni to'ldirgan bo'lishi. 4. Uyg'urchasi ravon bo'lishi bilan birga eng az bir chet el tilini bilgan bo'lishi. 5. Vatan, millat sevgisi kuchlik, milliy da'vo sepimizda minnatsiz fidokorlik ko'rsatish ro'yiga ega bo'lishi. Dunyo Uyg'ur qurultayini himoya qiladigan, qo'llaydigan kishi bo'lishi. Dunyo Uyg'ur qurultayi va uning rahbarlarining obraziga ziyon yetkazadigan so'z harakatlarda bo'lmagan va buningdan keyinmi Dunyo Uyg'ur qurultayi manfaatini bajonidillik bilan qo'g'daydigan, topshirgan vazifalarni aktivlik bilan o'rinlaydigan bo'lishi. 6. O'z turishliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarida xizmat qilgan bo'lishi yoki ma'lum sabablar tufaylidan tashkilotlarda vazifa olmagan bo'lsa-mu, o'z oldiga milliy da'voyimiz uchun xizmat qilayotgan bo'lishi. 7. O'zi va chet eldagi oila a'zolari Xitoyning ichi va sirtidagi Xitoyga bog'lanishliq bo'lgan siyosiy, ijtimoiy, madaniy va tijoriy o'rinlar bilan har qanday shakldagi aloqada bo'lmagan bo'lishi. 8. Cho'qim kuchlik mas'uliyatchanlik, javobgarlik tuyg'usi bo'lishi.
iltimos qilgan vazifaga saylangan yoki tayinlangan taqdirda vazifa olgan muddat ichida o'zi mas'ul soha haqida tafsiliy plan program tuzib chiqa oladigan va uni jonliq shaklda ijro qila oladigan iqtidorga ega bo'lishi lozim. 9. Qurultay ichilg'ichi bo'lgan muddatdan eng az 3 yil ilgirgicha va Dunyo qurultayining vakili bo'lib xizmat qilgan muddat ichida, shundaqla vakillik muddati oxirlashgandan keyingi 1 yil ichida ona vatanga, Xitoy va Xitoy mustamlikasi ostidagi rayonlarga bormagan va bormaydigan bo'lishi. 10. Siyosiy jihatdan belgilik ong va tajribaga ega bo'lishi. Xalqaro siyosat, Xitoy va Sharq Turkiston vaziyati haqida belgilik tushuncha va ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi. 11. Dunyo qurultayi tarafidan yo'l qo'yilgan Uyg'urlik bedelini izchil turda to'lab kelgan bo'lishi. O'rinliq sabab tufaylidan hozirgacha Uyg'urlik bedelini to'lamaganlar nomzodlik iltimos qilishdan burun o'tgan 30 oylik bedel pulini to'lishi, agar bir qismini to'lab, bir qismini to'lamaganlar kam qolgan qismini to'laytish shart. 12. 7. navbatlik qurultay vakillaridan 8. navbatlik qurultay vakil nomzodligiga qayta iltimos qiluvchilar 3 yillik vakillik jarayonidagi vakillik bedelini izchil va to'liq topshirgan bo'lishi. 13. 7. navbatlik qurultay vakillaridan 8. navbatlik qurultay vakil nomzodligiga qayta iltimos qiluvchilar 3 yillik vakillik jarayonida o'zlari tava bo'lgan komitetda aktiv rol o'ynagan bo'lishi. Komitet yig'inlariga va vakillarning tor yig'inlariga to'liq qatnashgan bo'lishi. 14. Vakil nomzodi cho'qim 8. navbatlik qurultayga bevosita qatnasha oladigan bo'lishi. Agar kasallik, viza ololmaslik va boshqa favqulodda sabablardan umum qurultayga bevosita kelib qatnasha olmagan vakillarimizga tayyorlik komiteti va Dunyo qurultayi raisligining qarori asosida ayrim muomala qilindi. 15. Yuqoridagi shartlarni hozirlagan shaxslarning o'zini 6 oyning 30 kunidan burun vakil nomzodligiga ko'rsatib olishi. 6 oyning 30 kuni Germaniya vaqti soat 23:50 dan keyin qolgan iltimoslar qabul qilinmaydi. 16. Dunyo qurultayi tarafidan tayyorlangan vakillik iltimos qilish jadvalini to'ldirib, o'z turishliq davlatdagi saylam komitetiga belgilangan muddat ichida topshirishi. Bu jadval tor orqali elektronik shaklda to'ldirildi. Bu jadval har qaysi davlatlardagi saylam komiteti tarafidan ta'minlandi. Biz har qaysi davlatlardagi tashkilotlar, vatanparvarlar, jumladan barcha vatandoshlarimizni 8. navbatlik umum vakillar qurultayi uchun hozirdan boshlab jiddiy safarbarlik kelishga, buning uchun har qaysi joylarda ilib beriladigan qurultay vakillik saylamidan tortib, oxirgi qurultay rahbarlik saylamigacha, qurultaydagi erkin muzokaralardan tortib, strategik qarorlarni ilishqichi bo'lgan butun jarayonlarga aktiv ovoz qo'shishga, bu qurultayning xalqimizning navbatdagi haqiqiy orzu-istaklari va talablariga javob bera oladigan xalqaro saviyadagi g'alabalik bir qurultay bo'lib o'tishiga o'z hissalarini qo'shishga chaqiramiz. Mazkur bayonotning e'lon qilinganlik munosabati bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan 8. navbatlik Dunyo qurultayi tayyorlik komitetining raisi Farxat Yo'rinqash apandim qurultay vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan yuqorgi shartlar haqidagi belgilamaning qurultay ijroiya komiteti bilan qurultay raisligi tarafidan tuzib chiqib ma'qullanganligini, 8. navbatlik qurultayimizning vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarning cho'qim bu shartlarni to'liq o'rinlagan bo'lishi lozimligini alayda ta'kidlab o'tdi. Farxat Yo'rinqash apandim bu navbatlik vakil saylamida butun nomzodlarga muvaffaqiyat tilaydiganligini ifoda qilish bilan birga, har qaysi ellarda ta'sis qilingan vakil saylash komitetlaridan saylamning odil ham demokratik shaklda o'tkazilishiga kafolatlik qilishini talab qilish bilan birga, saylovchilarning bilet tashlaganda yoshlarimizni va xonim-qizlarimizni nazardan saqit qilib o'tmasligi lozimligini alayda ta'kidlab o'tdi. Farxat Yo'rinqash apandim so'zda yana qurultay vakillarining sopliqiga va qurultayning bexatarligiga kafolat qilish uchun bu navbatlik qurultay vakillarining umumiy sonining avvalgi navbatlik qurultaydagi 207 nafardan qisqartirilib 157 nafarga tushirilganligini, kandidat vakillik tuzumining amaldan qoldirilganligini, orqa ko'rinishi aniq bo'lmagan gumonliq insonlarning va maydonsiz, xaraktersiz insonlarning vakillar orasiga siqilib kirilishining oldini olish uchun bu qatim vakil nomzodlarini tekshirib bekitish xizmatiga alohida ahamiyat berilganligini, vakillik iltimos qilgan nomzodlarning avval shu davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari bilan vakil saylash komitetlarining dastlabki tekshirishidan o'tkazilganligini, ikkinchi bosqichda bo'lsa qurultay tayyorlik komiteti taftish komissiyonining qayta tekshirishidan o'tkazilganligini, oxirgi bosqichda bo'lsa qurultay ijroiya komiteti va qurultay raisligining tekshirishidan o'tkazilib muqimlashtirilganligini eskartib o'tdi. 8. navbat qurultayning rasmiy saylab chiqilgan vakillarining millat vakili yoki parlament a'zosi tusini olgan alayda salohiyatga ega bo'lganligini va ularning o'zlari turishliq davlatlarda Dunyo qurultayiga to'liq vakillik qilish salohiyatiga ega ekanligini eslatib o'tgan Farxat Yo'rinqash apandim, vakillik saylami oxirlashgan hamon vakillarning alaydaliklariga qarab, ularning qurultay qaramog'idagi har qaysi xizmat komitetlariga doimiy a'zolik taqsim qilinganligini, 8. navbat qurultayda vakillarga maxsus alayda ishlangan vakillik kimlik tarqitib berilganligini,
Qurultayning raisi va boshqa rahbarlarning qurultay vakillari ichidan saylab chiqilganligini ifoda qildi. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kundalik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'linglar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayri xo'sh. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kundalik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayri xo'sh. Thank you.